Alloh taolo hadis qudusiyda Jibril alayhisalomga jannatimga kir deydi. Jannatga kirib, jannatni ko'rib turib, qanday ekan desa, "Ey Robbim, buni biror bandang ko'rib eshitadigan bo'lsa, bor kuch-quvvati bilan sarflaydi shunga kirishlikka" deydi. Shunda Alloh taolo jannatning atrofini makarihlar bilan o'rab qo'yadi. Makarih degani odam suymaydigan narsa. Endi ko'r deganda, "Ey Robbim, kamdan kam kirsa kerak deb o'ylayman" dedi. Va do'zaxga kir dedi Alloh taolo. Do'zaxga kirdi-da, azoblarini ko'rdi. "Ey Robbim, bironta bandang buni ko'rib eshitib yaqinlashmasa ham kerak bunaqa amallarga" dedi. Va do'zaxning atrofini shahovatlar bilan o'rab qo'ydi. Endi ko'r dedi. "Ey Robbim, bandangdan qancha somonda qolar ekan bilmadim" dedi. Do'zax shunday narsa, biz kayf qilgan narsalar bilan o'ralgan. Huffatil janna bil makarih va huffatin nar bis shahawat. Shahvatga ergashligimiz nimadan kelib chiqadi desa, Alloh taoloni tanimasligimizdan. Alloh taolo siz bilan menga bergan mukofotni agar o'ylab ko'rganimizda, bu dunyoda voz kechib qo'yardik.